Qizlar, endi 505 qozonimizni ochamiz. 505 dan keyin 903 ochib ko'rsataman. Hamma sevadigan 505imiz. Bularning hammasida qaysi birini ko'rsatgan bo'lsam, hammasida osh ham qilasiz. Bemalol qovurishlarni ham qilasiz, hamma narsani qilasiz. Upakovkani qaranglar qizlar. Shuni qaranglar. Osh, supchik, qovurishlar, hamma narsa, bug'lash, ozgina suv bilan tushonkadagi narsalar multivarka vazifasini bajaradi bular qizlar. Konveksionning xususiyatiga ega. Krishkachasi. Pasportchasi. Bu 505. Shunaqa chiroyligina akkuratniki qozonchalar qizlar. Litr kachalari bilan yozib qo'ygan hammasini. 505 qozonchamiz. 9 litr emas, 903. Ko'ramiz hozir buni ham. Nimaga sizlar narsa olyapsizlar? Men xursandman bunaqa. Chiroyli narsani ko'rsa odam xursand bo'ladi. Chiroyli narsa sotsa ham odam xursand bo'ladi. Buni bilasizlar, men sizlarga sotmayapman. Buni sizlarga prosta tak zakaz qilib berdim, bilasizlar, qizlar. 1 so'm ustiga pul qo'ymaganman, 1 so'm ustidan pul ishlamayapman. Shuni bilasizlar? Koreyaning zavod narxida sizlarga prosta tak zakaz qilib berdim. Skidka narxida plus. Og'izchasi. Va o'zi. Wow. Buni lekin men 1 yilda 1 marta ishlataman. Qachon oyoq pishirsam, nimalardir xolodeslar qilsam agar ko'p mehmon keladigan bo'lsa, faqat ko'p ishlatmayman. Litrkalari bilan yozib qo'yilgan. Shishada ekologik toza, umuman zahar ajratmaydigan, zanglamaydigan chista nержавейкani eng baland markasi qizlar. Mana shu qozonlarni zakaz qilganlarning hammasi pulini menga prosta ishonib, umuman meni ichida meni klientlarim borlari ham bor. To'g'ri, mendan narsa olgan, menga ishongan, meni biladigan. Lekin shu klientlarning ichida, mana shu qozonlarni zakaz qilganlarning ichida umuman meni tanimasdan, prosta shunday reklamani ko'rib birinchi martadan menga ishonib, mana shu qozonlarning pulini tashaganlar bor. O'sha 4 tadan olgan qizlarimiz ham bor. Qozondan birinchi marta, birinchi kun meni bilgandan o'sha 4 ta qozonning puli juda ko'p bo'ladi. Mana shunaqa ishonch bildirib menga pul tashagan qizlarimizni qozonni qizlar hozir bu bir partiyasi keldi. Qolganlarniki ham keladi. Erta va yana keyingi haftada qozonlarimiz keladi Koreyadan qizlar.